Yaxşımısınlar dostlar, ben dostlarla Ekrem. Biz bugün Photoshop günümüz. Görüyorsunuz dersimiz 2 saat buldu. Biz bu 2 saatlik dersinin içinde Photoshop'a alakadar asaslık mazmunlarını öğrenip çıkımız. Dersimizin sizler için menfaatli buluşunu ümit qilish bilan birga dersimizni boshlaymiz. Photoshop'ni ochgandan keyin ana ekran qarashimiz chiqadi. Biz bu ana ekran orqali mashg'ulot ko'ziga kechib olamiz. Mashg'ulot ko'ziga kechishning ikki xil yo'li bor. Birisi yan tarafda ko'rayotganinglardek Creative New, ya'ni yangi bir mashg'ulot ko'zini kechish, ostidagi Open, ya'ni echish. Biz ishlatmoqchi bo'lgan rasm yoki hujjat qismini Open qismi orqali ochib olamiz. Unda bo'lsa biz avval Creative New orqali yangi bir mashg'ulot ko'zini kechib olaylik. Creative New'ni bosgandan keyin biz xohlasak bu yerdagi mashg'ulot ko'znaklarni ishlasak bo'ldi. Üst tarafga qaraylik. Üst tarafda foto, ya'ni rasm, print, bosma, güzel san'at, surat, telefon va hatto film va video munosabatlik mashg'ulot ko'znaklari hammasi bu yerda saqlanadi. Xohlasak bu yerdagi tayyor holatdagi mashg'ulot ko'znaklarini ishlasak bo'ldi. Va yoki yon tarafda ko'rayotganinglardek bu yerdan o'zimiz xohlagan mashg'ulot ko'znikining cho'ng kichikligini belgilab, yangi bir mashg'ulot ko'zniki ochib olsak bo'ldi. Unda bo'lsa biz bu yerda ko'rayotganinglardek 1920-1080, ya'ni odatda eng jiq ishlatiladigan Full HD holatdagi mashg'ulot ko'znikini ochaylik. Buni tanlab o'tgandan keyin ostidagi Create'ni bosamiz. Mashg'ulot ko'znikimizni ochib oldik. Endi qaraydigan bo'lsak, bu qism qavatlar qismi. Bu qavatlar qismi deganimiz, biz bu yerga mashg'ulot ko'znikimizga rasm bo'lsin, unum bo'lsin qo'ygan vaqtimizda bu qismga ustlab kelganlik uchun buni qavatlar qismi deymiz. Sol tarafga qaraydigan bo'lsak, bu qism qurollar qismi. Bu qismdagi ishlatilgan qurollarni biz darsimizning ichida so'zlab chiqamiz. Mashg'ulot ko'znikimizning ko'rinma yuzi bu shaklda bo'ldi. Agar bu shaklda bo'lmasa, biz ustidagi Window, Workspace va ochilgan ko'znakdan qaraydigan bo'lsak, Photography, ya'ni rasm loyihalovchilar uchun Photography'ni tanlaymiz. Yoki bo'lmasa Essential'ni tanlasak bo'ldi. Ko'rayotganinglardek bizningki mashg'ulot ko'znikimizning ko'rinma yuzi asosiy jihatdan o'zgardi. Xohlasanglar bu shaklda ishlasanglar bo'ldi. Men Window keldim, Workspace'ni tanlayman va buning ichidan Photography. Men bu shaklda qo'llanishni yaxshi ko'raman. Unda bo'lsa biz asl holatga keldik. Asl holatga kelgandan keyin endigi navbatda biz tunji bo'lib qisqa yo'llar bilan tanishib chiqamiz. Qisqa yo'llar nima ishga yaraydi degan vaqtimizda qisqa yo'llar bizningki 1 soatlik ishimizni yarim soatga, yarim soatlik ishimizni hatto 15 minutga qadar tushira oladigan, Photoshopda qilgan mashg'ulot vaqtimizni tejaydigan nihoyat unumli bir usul. Yezib oladigan asosli nuqta qisqa yo'llar. Qisqa yo'llarda biz nimalarni ishlatamiz? Qisqa yo'llarda Windows ishlatgichlar 3 knopka, ya'ni Control, Alt, Shift. MacBook ishlatgichlar uchun, ya'ni ALM ishlatgichlar uchun Command, Option, Shift. Mushu 3 knopkani asos qilish bilan birga qisqa yo'llarni o'rganamiz. Rasm eklab olaylik. Rasm eklash uchun biz xohlagan bir hujjat qismini ochib olamiz va hujjat qismini ochgandan keyin biz ishlatmoqchi bo'lgan rasmni tutamiz va bu yerga tashlaymiz. Rasmimizdan kelgandan keyin ust tarafdagi to'g'ri belgisini bossak bo'ldi va yoki knopka taxtasidan Enter'ni bossak bo'ldi. Men Windows ishlatganligim uchun knopka taxtasidan Control, Alt, Shift'ni asos qilib ALM ishlatgichlar bayam degandek Command, Option, Shift asos holatda ishlasanglar bo'ldi. Biz eng ko'p ishlatadigan qisqa yo'llarning birisi Ctrl C. Ctrl C ni bosib ko'paytirib oldik. Ctrl V ni bosish orqali choplab oldik. Yon tarafdagi qavatlar qismidan ko'rib olsanglar bo'ldi. Masalan, Ctrl C ni bosdik, Ctrl V ni bosish orqali ko'paytirib oldik. Ctrl C, Ctrl V ko'paytirib oldik. Yana birisi Ctrl Z. Ctrl Z bizning bayon qilgan xizmatlarimizni keyniga elishni, ya'ni xato mashg'ulot qilib qolsak va yoki mashg'ulot jarayonida knopka taxtasidan bir knopka qo'limiz tegib ketgandan keyin qilayotgan mashg'ulotimiz o'zgarib ketgan vaqtida Ctrl Z ni bosish orqali keyniga elib olamiz, ya'ni oldidagi bir qadamga yo'tkilib olamiz. Masalan, Ctrl Z ni bosdik. Qavatlar qismidan ko'rib olasizlar. Yana bir Ctrl Z bosdim. 2 qoldi. Yana bir Ctrl Z ni bosgan vaqtidan 1 ga qoldi. Hozir so'zlab o'tgan 3 yo'l Ctrl C ni bosdik, ko'paytirdik, Ctrl V ni bosdik, choplab oldik. Undan keyin keyniga bir qadam elish uchun Ctrl Z ni bosib tuzitib oldik. Yana bir yo'l Ctrl G. Ctrl G ni bosgan vaqtimizda bu avtomatik holatda birini 2 ga, 2ni 3 ga holatda ko'paytib turdi. Masalan, Ctrl G, Ctrl G, Ctrl G. Ba'zi vaqtda mushunga o'xshash bir rasmni
5, 10 hatta 20 qatim ko'paytirilgan ahvollar bo'ldi. Buning uchun biz eng oddiy yo'lni birisi bo'lgan Ctrl J ni ishlatamiz. Ctrl Z ni bosish orqali keyniga qaytaylik. Ctrl Z ni bosdik, birinchi rasmga qaytib keldik. Yana bir qisqa yo'l Ctrl A, ya'ni Ctrl A ni bosish orqali biz hammani tanlab olamiz. Ctrl A ni bosdik, hammani tanlab oldik. Ctrl Z ni bosish orqali keyniga yandik. Unda bo'lsa biz bayam so'zlagandek Ctrl J ni bosish orqali ko'paytib oldik. Yana bir qisqa yo'l Ctrl qo'shish, ya'ni Ctrl qo'shishni bosgandan keyin yaqinlashtirib oldik. Yaxin yaqinlashtirish uchun yana Ctrl qo'shish, yana qo'shish, yana qo'shish. Buni Ctrl elish bilan biz buni yiroqlashtirib olamiz. Ctrl qo'shish bilan yaqinlashtirib oldik, Ctrl elish bilan yiroqlashtirib olamiz. Yiroqlashtirib olgandan keyin yana bir yo'l Ctrl 0 ni bosamiz. Ctrl 0 nima ishga yaraydi? Avval Ctrl 0 ni bosib boqaylik. Ctrl 0 ni bosgandan keyin ko'rayotganinglardek mashg'ulot ko'znikimizni ekran mos holatda cho'ngaytib oldik. Ctrl qo'shishni bosdik, cho'ngaytdik, Ctrl elishni bosish orqali kichikiltib olamiz. Ctrl 0 ni bosish orqali asli holatga kelib olamiz. Endi oxirgi bir qisqa yo'limiz bo'lsa Ctrl T. Ctrl T nima ishga yaraydi? Avval biz ust tarafdagi harakatlantirish qurolimizni tanlab o'tgandan keyin Ctrl T ni bosaylik. Ctrl T ni bosish orqali biz yon tarafdagi qavatlar qismidan ko'rib olasizlar. Eng ust tarafdagi rasmni biz tanlab oldik. Ya'ni bu Ctrl T ni bosish orqali rasmni tanlab, o'zimiz xohlagan shaklda o'zgartib olamiz. Ya'ni masalan qanday o'zgartib olamiz? Üst tarafdagi bog'lash belgisini bosib o'tgandan keyin biz bu rasmni mos holatda kichikiltib olamiz. W ning ustiga keldik. Buni sol tarafga tortish orqali kichikiltib oldik. O'ng tarafga tortish orqali cho'ngaytib oldik. Bu shaklda. Endi o'ng tarafga kelsak, to'g'ri belgisini bosib o'tgandan keyin biz bu rasmni cho'ngaytib yoki kichikiltib olgandan keyin bu rasm shu shaklda qoldi. Ammo yon tarafdagini bosish orqali biz bu rasmni asli holatga qaytarib olamiz. Rasmni asli holatga qaytarib oldik. Ctrl T ni bosish orqali ust tarafdagi birli rasmni kichikiltishni o'rgandik. Unda bo'lsa biz bu yerdagi, ya'ni bu rasmning ost tarafdagi 3 rasmni bu rasm bilan teng holatda kichikiltishni qanday kichikiltamiz? Buning uchun biz qavatlar qismiga kelaylik. Qavatlar qismiga kelgandan keyin biz bu yerda ikki xil holatni tanlay olamiz. Masalan, ustidagi birinchi rasm bilan ostidagi 3-chi rasmni tanlamoqchi bo'lsak, to'liq taxtasidan Shift va mousemizning so'l tarafini bosish orqali bu 3 rasmni tanlab olamiz. Ko'rayotganinglardek 3 rasmni tanladik. Endi biz bu qavatlar qismidagi rasmlarni hammasini tanlamoqchi. Men buning uchun bu yerdagi rasmlarni texnik tushunishli bo'lsin uchun yana bir ko'paytib olay. Ko'paytirish uchun ya'ni Ctrl J ni ishlatyapti. Ctrl J ni bosdim, J ni bosdim, J ni bosdim. Ko'paytib oldim. Ya'ni mening hozir ko'paytib olgan rasm 7 parcha rasm bo'ldi. Bayonga o'xshash men xohlagan shaklda bu yerdan bu yergacha tanlab olsam bo'ldi. Buning uchun buni butaqsizning yanlam Shift va mousemizning sol taraf knopkasini bosish orqali bu yergacha tanlab oldim. Endi men buning ichidan buni va yo hatto buni tanlamoqchi. Ya'ni deyli 1-chi, 3-chi, 5-chi, 6-chi rasmni tanlamoqchi. Buning uchun qanday qilaman? Buning uchun men birinchi rasmni tanlab o'tgandan keyin knopkasidan Ctrl va mousemning sol taraf knopkasini men tanlamoqchi bo'lgan rasmning ustiga kelib tanlayman. Tanladim. Ya'ni men xohlagan shaklda, xohlagan rasmni tanlab oldim. Ctrl T ni bosish orqali men tanlagan rasmlarni, ya'ni 4 parcha rasmni xohlasam kichikilta olayman, xohlasam cho'ngayta olayman. Endi biz bu rasmlarning hammasini tanlaylik. Bu rasmlarning hammasini tanlash uchun bayam degandek, birinchi rasmni tanlab, knopkasidan Shift va eng ostidagi rasmni tanladim. Ya'ni mousening sol taraf knopkasini bosdim, hamma rasm tanlandi. Ctrl T ni bosish orqali men hamma rasmni tanlab oldim. Va bu yerdan bog'lash yana halqa belgisini bosib o'tgandan keyin mos holatda kichikiltib olayman. Yoki mos holatda cho'ngaytib o'zim xohlagan yerga akilib olayman. Akilish uchun mousening sol taraf knopkasini bosib, o'zim xohlagan yerga akilib olsam bo'ladi. Endi asli holatga qaytib keldik. Asli holatda hammasi tanlanliqdi. Biz buni tutib xohlagan shaklda bayam Ctrl T ni bosish orqali xohlagan shaklda harakatlantirib oldik.
bu yerda tanlash orqali yana bu hammasi tanlov holatda Ctrl T ni bosmagan shaklda buni harakatlantirib olamiz. Endi biz bu 7 parcha rasmni xohlagan yerga yo'tkib olaylik. Buning uchun biz boshliqni chekib o'tgandan keyin ko'rayotganlaridek hech qaysi tanlanmalik holatda biz bu rasmni tutdik. Bu rasmni tutgandan keyin eng ustdagi birinchi rasm tanlandi. Buni o'ng tarafga kelib o'tdik, ostidagini solga, uning ostidagini bu yerga, buning ostidagini bu yerga. Nayt qalaymagan bo'lib ketdi. Buning uchun biz yana ham peshida so'zlab o'tganda qisqa yo'l Ctrl Z. Ctrl Z ni bosish orqali hammasini yana asli holatga keltirdik. Endi biz bularni tekshir holatda kichikiltib ekrandan ya'ni mashg'ulot ko'znikimizning xohlagan yerga ekanmoqchi. Bayongidek qolaymaqan holatda emas, hammasini tekshir holatda kichikiltib, tekshir holatda ekanmoqchi. Buning uchun biz boy so'zligimizdek tonib taqsidan Shift ni bosish orqali hammasini tanlab olamiz. Tanlab bo'lgandan keyin Ctrl T ni bosdik, o'zimiz xohlagan holatda kichikiltib olamiz. Bu yerga diqqat qilishingizni so'rayman. Bu halqa belgisi besilmagan holatda, ya'ni ba'zi vaqtda bu besilmaydi. Halqa belgisi besilmagan holatda W ni bossak kengayib ketadi. H ni bossak suzalib, uzrab, nayt set bir ko'rinish maydonga chiqadi. Halqa belgisini besib etdik. Tekshir holatda mayli uzunlik bo'lsin, kenglik bo'lsin, tekshir holatda cho'ng'ayg'inni ko'rdik. Endi biz W ni bosish orqali buni kichikiltib olaylik. W ni bosdik, kichikiltib oldik. Endi biz Ctrl T ning alaydiliklarni texnik yaxshi tushunib chiqaylik. Biz kichikiltib olgan holatda xohlagan yerdan tutib cho'ng'aytib kichikiltib ola olamiz. Ammo bu bizni o'ylagan shakldagi cho'ng'aytib kichikiltish emas, ya'ni mos qadamda cho'ng'aytib kichikiltish bo'lmaydi. Buning uchun biz ustidagi W ni bosish orqali masolatni cho'ng'aytib kichikiltib olamiz. Yana birisi Ctrl ni bosdik va ko'rayotganlaridek bizning mousimizning shakli o'zgardi. Xohlagan nuqtadan tutib tortgan vaqtimizda ko'rayotganlaridek rasmning shakli shunga mos holatda o'zgaradi. Bu holatni kichikiltib olgandan keyin endi biz qavatlar qismiga kelaylik. Qavatlar qismiga kelib bu yerdagi 7 rasmdan biz yana 4 parcha rasmni qo'yib qo'ygandan keyin qolgan 3 parcha rasmni o'chirib o'taylik yoki bo'lmasa bu yon tarafda ko'rayotganlaridek biz ishlatmoqchi bo'lgan rasmlarningki ko'zni ochib, biz ishlatmaydigan rasmlarning ko'zini yetib o'taylik. Masalan, biz birinchi rasmni ishlatamiz, ikkinchi rasmni ishlatmaymiz, 3 ni ishlatib, 4 ni ishlatmaymiz, 5 ni ishlatib, 6 ni ishlatmaymiz degandek. Qolgan bu yerdagi 4 parcha rasmni ishlatamiz. Endi biz mashg'ulot ko'zligimiz kelib chekayotgandan keyin biz bu yerda o'chirib o'tgan 3 parcha rasm mashg'ulot ko'zligimizda ko'rinmaydi. Masalan, birinchi parcha rasm, ikkinchi parcha rasm, uchinchi parcha rasm, to'rtinchi parcha rasm. Ko'rayotganlaridek bu yerdagi bu 3 parcha rasm yo'q. Endi biz bu 4 parcha rasmni Ctrl Z ni bosib stolga oldik. Endi biz bu 4 parcha rasmni bayam degandek Ctrl ni bosish orqali ayrim holatda tanlab oldik. Tanlab bo'lgandan keyin biz Ctrl T ni bosish orqali buni ozroq cho'ng'aytib olaylik. Cho'ng'aytib oldik. Enter ni yoki to'g'ri belgisini bosib. Endi mashg'ulot ko'zligimizni birini chekib o'tgandan keyin biz rasmlarni ayrim holatda o'zimiz xohlagan yerga qo'yib olaylik. Yana ba'zi bolalar so'rashi mumkin. Biz cho'qim buni tanlash uchun, ya'ni bu mashg'ulot ko'znikidagi ekrandagi rasmlarni yoki xatlarni tanlash uchun cho'qim biz mushu yerdan tanlashimiz kerakmi deb so'rashi mumkin. Bu yerdan tanlash shart emas. Xohlasanglar bu mashg'ulot ko'znikidan tanlay olasizlar. Masalan, Shift ni bosinglar, ustidagi rasmni tanladik, yondagini tanladik, ostidagini tanladik. Biz tanladik, yon tarafdagi qavatlar qismida biz tanlagan rasmlarning hammasi biz yon tarafda tanlaganga o'xshashda tanlandi. Tekrar Ctrl T ni bosdik va bularni ozroq kichikiltib olaylik. Ko'rayotganlaridek bularni qalaymagan holatda turibdi. Biz buni bu yerdagi hammasi tanlangan holatda ust tarafga qaraydigan bo'lsak, ust tarafdagi bu yerdagi belgilarni ko'ryapsizlar. Masalan, buni bossak hammasi sol tarafga yig'ildi. Ctrl Z ni bosdik, asli holatga keldik. Buni o'tirni bosdik. O'tirdagini bossak hammasi o'tirga yig'ildi. Ctrl Z ni bosdik,
Endi bir qadam qaytdik. Bu belgini bosgandan keyin ko'rayotganlaridek o'ng taraf yig'ildi, control zini bosib asli ekib oldik. Endi yon taraf qaraydigan bo'lsak, bu ustiga, o'ttiri va ostiga yig'ish. Ustiga yiqqandan keyin hammasi ust tarafga yig'ildi. Control zini bosdik. O'ttiriga yig'ildi. Control zini bosib keyiniga olgandan keyin ostiga yig'ishni bosdik. Ostiga yig'ildi. Tekrar control zini bosaylik. Bayam ko'rayotganlaridek hammasi biz xohlagan shaklga ekib oldik. Ammo akagandan keyin bu yerdagi rasmlar ya'ni ikki rasm holatida keldi. Ya'ni birisi birisining ustiga yig'ilib ikki rasm holatida keldi. Biz buni ayrim holatda ekanmoqchi. Buning uchun qanday qilamiz? Buning uchun biz masalan bo'shliqni chekib o'tgandan keyin sol tarafdagi rasmni chekdik, konuk taxtasini shift va ostidagi rasmni chekib o'tgandan keyin ustidagi sol tarafga yig'ishni chekdik. Hamda o'ng tarafdagi rasmni chekib o'tgandan keyin konuk taxtasini shift va ostidagi rasmni chekdik va ustidagi o'ng tarafga yig'ishni chekib o'tdik. Ko'rayotganlaridek masalatda o'ng tarafga keldi. Hamda ko'rayotganlaridek bu ikkisi yerlashtirishda va ko'rinishdan yaxshi bo'lmagan holatda. Bunda bo'lsa buni biz mas holatda ekib olaylik. Bo'shliqni chekib o'tgandan keyin bu rasmni chekdik va konuk taxtasini shift sol tarafdagi rasmni chekib o'tdik. Ikki rasm tanlandi, ust tarafdagi ustiga yig'ishni basamiz. Ko'rayotganlaridek ust taraf mas holatda va ost taraf mas holatda bu ikki rasm ust tarafga yig'ildi. Ostidagi o'ng tarafdagi rasmni tanladik va konuk taxtasini shiftni bosib sol tarafdagi rasmni tanladik. Ust tarafdagi belgilardan ostiga yig'ishni tanladik. Ko'rayotganlaridek ikki rasm osti-usti bo'lsin, o'xshash holatga keldi. Ostidagi rasmni tanladik va ustiga chiqib buni chaplab oldik. Sol tarafdagi rasmni tanlab buni chaplab oldik. Endi shiftni bosish orqali hammasini tanlab olaylik. Hammani tanlab Ctrl T ni bosdik va bu yerdan kichikiltib oldik. W ni bosish orqali kichikiltib oldik. Xohlasanlar bu shaklda ishlatsanlar bo'ldi. Xohlasanlar bu orliqni echirsanlar bo'ldi. Unda o'zi bu orliqni qanday ochamiz? Osti o'ng tarafdagi rasmni chekdik va shift ni bosish bilan sol tarafdagi rasmni chekdik. Tutib ostiga tortamiz. Ostiga tortdik va ustidagi rasmni o'xshashlar Ctrl Shift ni bosish orqali ikkini tanlab olgandan keyin tutib ustiga tortdik. Endi biz bu rasmlarning orasini ozroq tanishib olaylik. Buning uchun biz ostidagi bu rasmni tutib ustiga chiqdik. Yon tarafdagini tutib ustiga chiqdik. Ustidagi rasmni chekib o'tgandan keyin konuk taxtasini shift va ostidagi rasmni chekamiz. Va bu ikkisi tanlangandan keyin bularni o'ng tarafga, ya'ni markazga yo'tkaymiz. O'ng ust tarafdagi rasmni chekib o'tgandan keyin shift va ostidagi rasmni chekib ikkilasini tanlab bo'lgandan keyin bularni sol tarafga yo'tkaymiz. Ko'rayotganlaridek bizning to'rt parcha rasm biz xohlagan shaklda masalati tanishildi. Ustidagi rasmlarga chiqilmaylik, ammo ostidagi rasmlarni dum ko'mtirib olaylik. Ya'ni dum holatda ustidagininki qarama-qarshi bo'lsin. Buning uchun qanday qilamiz deganda ikki rasmni tanlab bo'lgandan keyin Ctrl T ni bosamiz va mousemizning o'ng tarafini chekamiz. Ochilgan ko'znakdan rotate, ya'ni 180 gradus aylantirib olamiz. Ko'rayotganlaridek biz erishmoqchi bo'lgan shaklga erishib oldik. Endi qavatlar qismiga kelaylik va bu yerni redlab olaylik. Hozirgi ochiq holatdagi bu to'rt parcha rasmni eng ustga olib olaylik. Buning uchun biz har bir rasmni tutib ust tarafga biridan olsak bo'ldi. Va yoki hammasini tanlagandan keyin ust tarafga sirib, hammasini bir yerga ekib olsak bo'ldi. To'rt parcha rasmni eng ustiga ekib olgandan keyin bularni guruh holida ekib olaylik. Buning uchun qanday qilamiz deganda, konuk taxtasini shift ni bosish orqali eng ustidagi rasmni chekamiz. Va to'rt parcha rasm tanlandi. Biz bu to'rt parcha rasmni tutib eng ostidagi guruh bo'lash deganning ichiga tashlaymiz. Shuning bilan bir guruh holatiga keldi. Ya'ni bir hujjatning ichiga guruh holatida saqlandi. Bu shaklda o'zingizlar xohlagan holatda 4, 8, 16 hatto 10 dan mijiq rasmlarni bir ko'znakning ichiga ekilib, uni cho'ngaytib, kichikiltib, har xil shaklga ekib olsanglar bo'ldi. Biz endi eng ustidagi guruhlashtirilgan bu to'rt rasmniki ko'zni etib o'tamiz. Etib o'tgandan keyin eng ostidagi rasmni echib olamiz. Ko'zni ochdik. Rasmni tanlab o'tgandan keyin Ctrl T ni bosamiz. Rasmni tanlab ustidagi W ni bosish orqali rasmimizni cho'ngaytib olamiz. Rasmimizni mashg'ulot ko'zligimizga maskaga holatda cho'ngaytib oldik. Enter knopkasini bosib o'tamiz. Endi navbatda biz kesishni o'rganamiz. Kesish uchun biz ustidagi 3 qurolni ishlatamiz. Birinchi qurol shakl orqali kesish. Shakl orqali kesishda ko'rayotganlaridek ikki shakl bor. Biz bu ikki shakl orqali kesishni o'rganaylik. Ustidagi shaklni tanlab o'tgandan keyin
Mouse'un sol tarafini besish orqali o'ng tarafga tortdik. Buning bilan biz kesmoqchi bo'lgan yerni tanlab oldik. Endi mouse'imizning o'ng taraf knopkasini bosaylik. O'ng taraf knopkasini bosgandan keyin ochilgan ko'znakda select yana tanlagan yerni o'chirib o'tish. Select inverse yana buni tanlagan vaqtda biz tanlagan ya'niki qarshisi, ya'ni biz ichini tanladik, ammo buning sirt taraf umumyuzlik tanlandi. Control Z ni besish orqali yana qaytdik. Mouse'imizning o'ng taraf knopkasini bosdik. Ochilgan ko'znakdan Layer via Copy. Buni besish orqali biz tanlagan ya'ni ko'paytirib olamiz. Qavatlar qismiga qaraydigan bo'lsa, biz tanlagan qismni kesib oldik. Ostidagi rasmning ko'zini ochib o'taylik, ustidagi rasmning ko'zini yechib o'taylik. Ostidagi rasmni tanlab o'tgandan keyin biz hozir ust tarafni kesdik. Xohlagan shaklda, masalan, ost tarafni kesib olaylik. Ost tarafni kesdik. Bu qurolimiz orqali biz shakl holatda kesishni o'rganamiz. Endi yana bir masala bor. Bu qaysi masala degan vaqtda biz bayon qilgan o'xshash xohlagan ya'ni tanlaylik. Buni o'chirib o'tish uchun enterning ustidagi o'chirib o'tish knopkasini bosamiz. Ko'rayotganinglardek bu kesilmaydi. Kesilmaganlik uchun biz OK'ni bosib o'tdik. Rasmni tanlab, mousening o'ng taraf knopkasini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan Rasterize Layer deganni bosamiz. Bosib o'tgandan keyin o'chirish knopkasini bosamiz va biz o'chirmoqchi bo'lgan o'rin yo'yildi. Bu shaklda xohlagan ya'ni rasmdagi xohlagan ya'ni o'zingizlar xohlagan shaklda yuvasanglar yoki chiqarasanglar bo'ladi. Ctrl Z ni bosish orqali rasmning aslisiga qaytib keldik. Yumaloq shaklni tanlab o'tgandan keyin rasmning ustiga kelib mouse'imizning sol taraf knopkasini bosish orqali o'ng tarafga tortamiz. Ko'rayotganinglardek bu o'lchamli holatda kesilmaydi. Buni o'lchamli holatda kesish uchun, ya'ni yumaloq shaklda kesish uchun qanday qilamiz? Shift knopkasini bosamiz va mouse'imizning sol taraf knopkasini bosish orqali o'ng tarafga tortamiz. Ko'rayotganinglardek yumaloq holatda kesildi. Endi biz rasmning ustiga kelib mouse'ning o'ng taraf knopkasini bosib, ochilgan ko'znakdan Rasterize Layer'ni bosib o'tgandan keyin yuvasak bo'ladi. Bu shaklda xohlagan shaklda, ya'ni yumaloq shaklda bo'lamdi va yoki o'zingizlar xohlagan shaklda kesib olsanglar bo'ladi. Ctrl Z ni bosish orqali asli rasmga qaytib keldik. Ostidagi bu kesish qurolimiz nihoyat ko'p ishlatildi. Bu kesish qurolini ishlatib tog'ning bu qismini kesib olaylik. Buning uchun biz ostidagi loop aynakni tanlab o'tgandan keyin mouse'imizning sol tarafini bosish orqali bu ya'ni yiqiltib olamiz. Kesish qurolimizni tanlab o'tgandan keyin mouse'imizning sol taraf knopkasini bosish orqali kesamiz. Ko'rayotganinglardek biz xohlagan bo'lgini bu shaklda bu kesish qurolimiz orqali kesib oldik. Biz kesmoqchi bo'lgan bo'lgini mouse'ning o'ng taraf knopkasini bosish orqali ochilgan ko'znakdan kopyalab olsak bo'ldi, ya'ni ko'paytirib olsak bo'ldi va yoki bo'lmasa bayonga o'xshash kesib chiqarib olsak bo'ldi. Ctrl 0 ni bosish orqali asli holatga qaytib keldik. Buning mashg'uloti ustidagi shakl kesish qurolimizga o'xshash. Endi ostidagi bu tanlash qurolimiz kelaylik. Ostidagi bu tanlash qurolimiz biz odatda nihoyat ko'p ishlatamiz. Masalan, bu tanlash qurolini bosib o'tgandan keyin ustidagi qo'shishni bosgandan keyin biz xohlagan bo'lgini sizib, ya'ni shu bo'lgini chiqarib ola olamiz. Buning o'xshash ortiq kesib ketgan yerlarni elish belgisi bo'lgan kesish qurolimiz orqali chiqarib olsak bo'ladi. Biz xohlagan bo'lgini buning o'xshash tanlab oldik. Tanlab olgandan keyin mouse'ning o'ng tarafini bosib ochilgan ko'znakdan mushu tanlab olgan qismni ko'paytirib olsak bo'ldi. Bu shaklda kesildi. Yoki bo'lmasa Ctrl Z ni bosib asli holatga qaytib kelaylik. Bu qismni yuvitish uchun mouse'imizning o'ng taraf knopkasini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan Rasterize Layer deganni bosamiz. Va yuvish knopkasi orqali yuvarsaklar bo'ladi. Ko'rayotganinglardek osmon taraf yuyildi. Va bu yerlarga qaraydigan bo'lsanglar, bu yerlarningki osmon yuyilmoqliq. Qalsanglar bu ishki qurolni ishlatish bilan birga bu yerlarni inchki bir shaklda yuyib chiqarib o'tgandan keyin ost tarafga bir osmonning ko'rinishini qo'ysanglar bo'ldi. Unda bo'lsa biz keyin tarafga bir osmonning, ya'ni o'zimiz xohlagan bir osmon tagligini qo'yib boqaylik. Mouse'imizning o'ng tarafini bosib Deselect'ni tanlab o'tdik. Osmonning ko'rinishi bo'lgan yana bir rasmni bu yerga tashlab olaylik.
Resimni bu yerga tashildik. W ni besish orqali resimni cho'ngaytib oldik. Resimni bu yerga maqsadga ekib olgandan keyin resimimizni bu taylikdagi resimning ostiga tutib elib olamiz. Ko'rayotganingizda keyin tarafniki osmon o'zgardi, lekin bu yerda yana keyin tarafdagi tog'ning ko'rinishi bor. Biz buni chiqarib o'tish uchun ostidagi resimni tanlab Ctrl T ni bosamiz va buni cho'ngaytib olamiz. Cho'ngaytib bo'lgandan keyin o'zimiz xohlagan shaklda mos holatda bu yerga resimni ekib olsak bo'ladi. Ko'rayotganinglardek osmonni o'zgartirib oldik. Bayam deganimizga o'xshash bu yerlarni o'zinglar xohlagan shaklda inchkilik bilan ishlasanglar, texmi go'zal bo'lgan bir ko'rinishni qo'lga keltira olasizlar. Ya'ni texmi go'zal bo'lgan bir ko'rinishga erisha olasizlar. Biz buning uchun bu qurollarni ishlatib boqaylik. Rasmimizni tanlab etgandan keyin tanlash qurolimizni ekilamiz va bu qismlarni tanlaymiz. Low paynakni tanlab etgandan keyin bu qismni yaqinlashtirib olaylik. Tanlash qurolimizni bosib etgandan keyin ustidagi buni bosamiz va ortiq kesilib ketgan qismlarni buning bilan sizib chiqarib olamiz. Masalan, bunga o'xshash. Yuvish qurolimiz orqali yuvaylik. Ctrl 0 ni bosib aslalab keldik. Kök osmonni asosiy holatda yuvib chiqarib etdik. Buni texmi go'zal holatga eklish uchun inchkilik bilan mashg'ulot qilsanglar, texmi go'zal bir rasmni o'zinglar xohlagan shaklda yasab chiqa olasizlar. Bu to'g'riliq mushunchalik to'xtalsak, nihoyat yaxshi deb o'ylayman. Ostidagi ikki parcha rasmni men o'chirib etdim. O'chirish knopkasini bosish orqali bu ikki rasmni o'chirib etdim. Ustidagi kesilgan rasmlarni ham o'chirib etdim. Bu resim tanlab etgandan keyin Ctrl T ni bosib rasmimizni cho'ngaytib olaylik. Rasmni cho'ngaytib oldik. Ustidagi to'g'ri belgisini bosib etgandan keyin yoki knopka taqsidan Enter ni bosib etamiz. Endi ostidagi crop toolga keldik. Ammo bu ustidagi 3 xil kesish qurolimizga o'xshamaydi. Bizning tanlagan ko'rinishimizni kenglik bo'lsin, uzunlik bo'lsin, bu shakldan kesib etadi. Masalan, biz tog'ning uch tarafini kesib olsak bo'ldi. Ammo atrofdagi butun bu ko'rinishlar yuyilib ketadi. Masalan, to'g'ri belgisini bosib etgandan keyin ko'rganinglarga o'xshash bizningki mashg'ulot ko'znikimiz bu shaklda kesildi. Buningki ustidagi kesishlar bilan bo'lgan farqi shunga o'xshash. Bu qurolimiz orqali biz xohlagan shaklda kesib ola olamiz, ammo mashg'ulot ko'znikimizningki cho'ng kichikligi mush qurolimiz orqali o'zgarib ketadi. Ctrl Z ni bosish orqali asloga qaytib keldik. Endi ostidagi bu belga rang tanlash qurolimiz. Bu orqali biz xohlagan rangni tanlab ola olamiz. Masalan, men osmonning rangini tanlagan bo'lsam, osmonning rangi ko'k. Bu ko'k rang ko'rayotganlardek ostidagi bu yerga keldi. Rang tanlash qurolimiz orqali tanlagan ranglar ostidagi bu qism keldi. Masalan, oq rang tanlagandan keyin ko'rayotganlardek oq o'zgardi. Yeshilni tanlagandan keyin yeshil o'zgardi. Qorani tanlagandan keyin qora o'zgardi. Bu rang tanlash qurolimiz orqali biz xohlagan rangni tanlab olsak bo'ladi. Endi ostidagi bu qurolimiz orqali biz xohlagan, ya'ni bo'yash orqali shu yerdagi biz chiqarib etmoqchi bo'lgan izlarni yoki ko'rinishlarni chiqarib eta olamiz. Ko'rayotganlardek hozir bu qurolimiz ishlamaydi. Mousemizning so'l taraf knopkasini bosamiz, ochilgan ko'znakdan OK qilib etgandan keyin shuni bilan bu qurolimiz ishlashga boshlaydi. Mousemizning o'ng taraf knopkasini bosib, bu qurolimizning cho'ng kichikligini tanishib olamiz. Ko'rayotganlardek cho'ngaydi, kichiklatdik. Size qismidan buning cho'ngligini tanishib olamiz. Ostidagi hardness qismidan buning yumshoq va qattiqligini tanishib olamiz. Low paynakka keldik. Bosib etgandan keyin, masalan, biz bu qismni rasmdan chiqarib o'taylik. Qurolimizni tanlab, bu qismni mousemizdan so'l taraf knopkasini bosish orqali tanlab oldik. Va ko'rayotganlardek yuvib chiqarib etdi. O'ng tarafni bosamiz, hardness qismini 7 qilib etgandan keyin biz qayta bu qismga keldik va bu qismni qo'yib oldik. Ko'rganinglardek bu qismni chiqarib etdik.
Ammo biz daraxtni kesib chiqaryaptik. Daraxtning o'rniga bo'ya kelib qoldi. Bo'yani qanday qilamiz? Buni mousemizning o'ng tarafini bosib, kichiklatib olamiz va hardness qismini 100 ga yutamiz. Bu qismni tanlaymiz. Mousemizning sol tarafini bosish orqali tanlab oldik. Bo'yab chiqarib etdik. Control 0 ni bosish orqali asli holatga keldik. Ko'rayotganinglardek bu yerdagi rasm, ya'ni bu yerdagi daraxtni biz chiqarib oldik. O'zinglar xohlagan yerdagi narsalarni bu bo'yash qurolimiz orqali bo'yab chiqarib olsanglar bo'ladi. Rasmni tanlab yutayli, ustidagi rasmni Ctrl J ni bosish orqali ko'paytirib oldik. Ostidagi rasmni tanlab ko'zni ochib etdik va Ctrl T ni bosib rasmni cho'ngaytirib oldik. Hamda ostidagi qurol kelayli. Ostidagi qurolimiz ustidagiga o'xshash, lekin bularniki ishlatilishi o'xshamaydi. Ko'rinish jihatdan o'xshash bo'lgan bilan ishlatish jihatdan o'xshamaydi. Masalan, ostidagi qurolni tanlab etgandan keyin rasmning ustiga keldik, lekin bu hozir ishlamaydi. Mousemizning sol taraf knopkasini bosamiz, ochilgan ko'zdan keyin OK qilib etgandan keyin knopka taxtasidan Alt ni bosamiz va xohlagan, ya'ni bu tog'ning usti tarafini tanlab olamiz. Mousemizning sol taraf knopkasini bosdik, tanlab oldik va endi biz mousemizning o'ng taraf knopkasini bosib, buning cho'ngligini tanlab olaylik. Tanlab bo'lgandan keyin biz tanlagan ko'rayotganinglardek tog'ningki bu qismi bo'ya keldi. Masalan, buningga o'xshash, ya'ni tog'ni kilollab bu yerga akilib oldik degan gap. Uzunlar xohlagan, ya'ni knopka taxtasidan Alt ni bosish bilan tanlab olib, Ctrl Z ni bosish orqali asli holatga qaytib keldik. Ostidagi bu qurolimizmi ustidagi qurolga o'xshaydi, lekin alohidaligi biz buni xohlagan, ya'ni o'zimiz kesib olamiz. Kesib olgandan keyin buni tutib, ko'rayotganinglardek mousening sol tarafini bosdik. Tutib olish uchun ochilgan ko'znakdagi OK ni bosib etgandan keyin mousemizning sol taraf knopkasini bosish orqali xohlagan yerga yo'tkaymiz. Ko'rayotganinglardek bu yerdagi tog'ni kesib chiqarib etdik. O'zinglar xohlagan shaklda tanlab olgandan keyin nega olmoqchi bo'lsanglar yoki nani ko'chirib akanmoqchi bo'lsanglar, shu yerga akib olsanglar bo'ldi. Ctrl Z ni bosish orqali asli holatga qaytib keldik. Endi ostidagi qurolimizga keldik. Ostidagi qurolimiz Content Aware Move Tool. Ya'ni bu qurolimizmi ustidagi bu qurolimiz bilan asosiy jihatdan o'xshaydi. Ya'ni xohlagan, ya'ni tanlaysizlar. Bu orqali, ya'ni ochilgan ko'znakdan OK ni bosib etgandan keyin bunimi xohlagan yerga yo'tkib olsanglar bo'ladi. Masalan, buningga o'xshash biz yo'tkagan yer buzildi. Biz kesib olgan yerni xohlagan yerga yo'tkib oldik. Bu ikkisiniki farqi asosiy jihatdan o'xshab ketadi. Buningni bekjiq to'xtalmayman. Unda bo'lsa Ctrl Z ni bosish orqali asli rasmga qaytib keldik. Brush tool bizningki eng jiq ishlatadigan qurolimiz. Biz bu orqali nurg'un ishlarni qilamiz. Masalan, mousening sol taraf knopkasini bosdik, ochilgan ko'znakdan OK qilib etgandan keyin bo'yash qurolimiz orqali bu yerdan xohlagan rangni tanlab, masalan, qizilni tanlagandan keyin qizil rangda, yeşilni tanlagandan keyin yeşil rangda xohlagan shaklda bo'yab olamiz. Buning yana bir xil alohidaligi, rasmni tanlab etgandan keyin ost tarafdagi Add Layer Mask deganni tanlaymiz. Ko'rayotganinglardek yon tarafga bir ko'znak ochildi. Biz bu ko'znakni tanlab etgandan keyin bo'yash qalamimiz tanlangan holatda xohlagan, ya'ni buningga o'xshash kesib chiqarib olamiz. Ya'ni bo'yab chiqarib olamiz. Hardness qismini yuqoritib etdik va size qismini ozroq cho'ngaytiraylik.
Qalamni tog'ning ustiga ekib bo'yga vaqtimizda ko'rayotganlardek oq bo'yaldi. Asli bu bo'yalmadi. Biz bo'ygayaning hammasi suzib chiqarib yetildi. Buni qanday bilamiz degan vaqtida ostidagi taglik rasmni suzib o'tgandan keyin ko'rib olasizlar. Shunga o'xshash biz xohlagan shaklda, ya'ni go'zal bir shaklda bo'ya qalamimiz orqali bu shaklda chiqarib yetalaymiz. Knop taxtasining X'ni bosamiz, chiqarib o'tgan yerlarni qaytadan bo'yab olaymiz. Ctrl Z'ni bosib asli holatga qaytib keldik. Ostidagi qural keldik. Ostidagi quralimiz klon, ya'ni klonlash. Bumi ustidagi bu quralimiz bilan asosiy jihatdan o'xshab ketadi. Aslan buning uchunmi quralimizni tanlab o'tgandan keyin knopka taxtasidan altni bosamiz va xohlagan bir yerni tanlaymiz. Masalan, tog'ning bu qismini tanlab bo'lgandan keyin o'zimiz xohlagan yerga shu tog'ningki tanlagan, ya'ni mousening sol taraf knopkasini bosish orqali klonlab olsak bo'ladi. Masalan, bu shaklda. Ko'rayotganinglardek biz tog'ning bu qismini, ya'ni knopka taxtasidan altni bosish orqali tanlab olgan qismni bu yerga mouseimizning sol tarafini bosish orqali ko'paytirib oldik. Bu klonlash qismi ustidagi bu qurolimizningki ishlashi bilan asosiy jihatdan o'xshaydi. Hamda ostidagi bu qurolimiz bo'lsa History Brush Tool. Yana bizningki bu yerlarda xato bir mashg'ulot qilgandan keyin bu qurolimiz orqali shu yerni tutib turib o'chirib o'tish, ya'ni asli holatga akilish uchun bu qurolimizni ishlatamiz. Ostidagisi bo'lsa o'chirgich, ya'ni biz odatda ishlatadigan o'chirgichimizga o'xshash. Ya'ni o'chirgichni tanlab o'tgandan keyin biz xohlagan bir yerni bosdik. Biz tanlagan ya'ni ranglari asosiy jihatdan avtomatik holatda o'chirildi. Ustidagi o'chirgichni tanlab o'tgandan keyin biz xohlagan ya'ni bu shaklda tutib o'chirib o'tamiz. Ya'ni bu o'chirgich qurolimizniki alohidaligi odatda ishlatilgan o'chirgichimiz bilan o'xshash. Ctrl Z'ni bosdim, asli holatiga qaytib keldim. Aslidagi bu qurolimiz orqali biz nihoyatda go'zal shakllarni, go'zal ranglarni tanishib olamiz. Masalan, bir taraf quyuq, bir taraf sos degandek. Misol qilib so'zlaydi qarshimiz bo'lsa, ostidagi create a new layer'ni bosib o'tgandan keyin ust tarafdagi bu ya'ni chekimiz ochilgan ko'znakdan bu yerdagi xohlagan bir chek olsak bo'ldi. Men buni ishlatib ostidagi color stop deganni bosdim. Bosgandan keyin ostidagi rangni oldi keldi. Rangni chekima ishlatmoqchi bo'lgan rangni tanishlayman. Masalan, men bu yerga bu rangni ishlatay. Bu rangninki quyuq holatligini tanlab o'tgandan keyin bu tarafga keldim va buni tanlab olsam, boshqa ranglarni tanlasam bo'ldi. Masalan, bu rangni tanlay. Ranglarni tanlab bo'lgandan keyin OK qildim va mousening sol taraf knopkasini chekdim va xohlagan tarafga, ustiga, ostiga olsam, xohlagan tarafga tortdim va qo'yib berdim. Tanlaganimdek bu qism, ya'ni sol tarafniki qismlari quyuq holatda, bu qismlar sos holatga keldi. Xohlasam bu qismdan biri chiqarib o'talayman bu shaklda. Ctrl Z'ni bosish orqali asli holatiga qaytdim. Endi ust tarafdagi bu yer keldi. Bu yer kelgandan keyin bu yerdami o'xshashlar. Bu belgini tanlab o'tgandan keyin xohlagan shaklda tutib, tortib qo'yib bergandan keyin ko'rayotganlardek g'ish shaklda bo'yaldi. Ammo buningki ichki taraf qo'yoq, sirtqi taraf sos holatda. Ctrl Z'ni bosdim. Buni tanlab o'tgandan keyin yana o'xshashlar bu shaklda bo'ldi. Ya'ni sizlarningki xohlasanglar bu yerdagi bu qismlarni o'zinglar xohlagan shaklda ishlasanglar bo'ldi. Masalan, men bu rasmdan ostidan ozroq, ustidan ozroq bo'yay. Bu shaklda. Yon taraflardan Ctrl Z'ni bosish orqali asli holatga qaytdik. Endi biz ostidagi bu qurolimiz kelaydi. Buning uchun biz boshqa bir rasm ishlataylik. Rasmni ekib olgandan keyin qurolimizni tanlab oldik. Qaraydigan bo'lsak, qurolimiz hozir ishlamaydi. Mousening sol taraf knopkasini bosdik, ochilgan ko'znakdan OK qo'yamiz. O'ng tarafni bosish orqali cho'ng kichikligini tanishib olamiz. Cho'ng aytish qurolimiz orqali cho'ng aytib olamiz. Bu yerdagi bu izni va boshqa yerlarni atrofiga mos holatda yumshatib oladi. Buning uchun biz ustidagi strengths'ni tanlaymiz
va buni 35 qilib olamiz. Bugunlardek biz bu qismni yumshatib oldik. Azroq cho'ngaytayli va bu qismlarni mo shuningga o'xshash yumshatib olaylik. Ko'rayotganlaridek ikki yuzniki holati o'xshamaydi. Buni texmo aniq qilish uchun biz Ctrl 0 ni bosish orqali ko'rib olsak bo'ladi. Sol tarafdagi yuzniki tartishuvchilari nihoyat aniq holatda, lekin bu tarafniki nihoyat yumshoq holatda yo'q qilindi. Bu qurolimiz asosliqi yuz qismdagi ba'zi masalalarni hal qilishimiz uchun ishga yaraydi. Bu qurolni nihoyat ko'p ishlatamiz. Ostidagi qurolimiz bo'lsa sharpen tool, ya'ni ustidagisi yumshatish, bu texmo keskin holatda o'tirg'a chiqish, ya'ni keskinlashtirish quroli. Bu keskinlashtirish qurolini tanlab etgandan keyin biz masalan bu qoshlarni keskinlashtirib boqaylik. Mousemizning sol taraf knopkasini bosish orqali ko'rayotganlaridek qoshni nihoyat keskin holatda boshqadan sizib chiqdik. Bayamqi ikkisiniki farqni mush yerdan ko'rib olsanglar bo'ldi. Bu ikki qurolimizning aloyidaligi ustidagisi yumshatish, ostidagi bak yumshab ketgan yerlarni keskin bir shaklda o'tirg'a chiqish rolini o'ynaydi. Ostidagi qurolimiz bo'lsa dodge tool, ya'ni bu qurolimiz orqali biz aniq bo'lmagan qismlarni mush qurolimiz orqali aniq holatga keltirib olamiz. O'ng tarafni bosish orqali bu qurolimizniki to'ng'ishlikni tanishib olgandan keyin masalan bu yerlarni soy tushgan yerlarni azroq yuritish va aniq bo'lmagan yerlarni texmo aniq holatda akilishda bu qurolimizni ishlatamiz. Soya va yoki aniq bo'lmagan qismlarni bu qurolimizni ishlatish orqali aniq holatga keltirib olamiz. Ostidagi bo'lsa xat yozish qurolimiz. Xat yozish qurolimizni tanlab etgandan keyin bu ostidagi manzil rasmning ustiga yozaylik. Bu rasmning ko'zini yetib etgandan keyin xat yozish qurolimizni akaldik va mousening sol taraf knopkasini bosdik. Masalan, tog' yozaylik. Tog'ni yozib bo'lgandan keyin ustidagi to'g'ri belgisini chekib o'tdik. Ustidagi harakatlantirish qurolimizni bosayotgandan keyin xatimizni tutib xalqqa yerga o'rinlashtirib olsak bo'ldi. Masalan, tog'ning ustiga yerlashtirib oldim. Ostidagi xat yozish qurolimizni tanlab etgandan keyin ustidagi bu yer orqali biz xatimizniki cho'ng kichikligini tanishib olsak bo'ldi. Masalan, 14 yoki 60 deganga o'xshash. Va bu rang qismidan xatimizning rangini xohlasak oq, xohlasak qizil, xohlasak o'zimiz tanlagan rangda qilib olsak bo'ldi. Xatimizni yozib bo'lgandan keyin biz xat shakli tanlaymiz. Yana bosgandan keyin ochilgan ko'znakdan ba'zi xat shakllarini tanlab olsak bo'ladi. Bu xat shaklini tanladim. Xat shaklini tanlab qo'ygandan keyin ustidagi bu qismdan yana regular yoki bold. Bold yana azroq semiz ko'rsatadi, regular odatiy holatda ko'rsatadi. Masalan, ikkisining farqini bu yerdan ko'rib olsanglar bo'ldi. Üst tarafdagi windowni bosimiz ochilgan ko'znakning ostidagi character buni tanlaymiz. Characterni tanlagandan keyin bu yerda bir ko'znak ochildi. Bu ko'znakni biz bu yerdan tutib xohlagan yerga yerlashtirib olsak bo'ldi. Masalan, men bu yerga yerlashtirib oldim. Xat shaklimiz bu yerda ismi bilan chiqadi. Qanday shaklda, yana boldmi yoki regular odatiy shakldami bu yerda chiqadi. Xatimizning cho'ngligi 60. Buni ishlatish uchun masalan biz bu yerga boshqa bir xat yozaylik. Masalan, tog'. Enterni bosib ostiga bir quruq tushgandan keyin yeşil yozaylik. Yeşil yozgandan keyin ustidagi to'g'ri belgisini bosib o'tdik. Qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi xat shaklimiz bizga mos kelmadi. Ya'ni biz tanlagan xat shaklimiz bu yozgan xatimiz bilan mos kelmadi.
Buning uchun biz yozgan xatimizni tanlab etgandan keyin bu qismdan xatimizningki nusxasini o'zgartamiz. Masalan, yeshil bu shaklda, tag'mo shuningga o'xshash bu shaklda qilaylik. Hamda qaraydigan bo'lsak, tog' bilan yeshil ikkisi tutishib ketgan. Biz bu orliqni ochmoqchi. Bu orliqni ochish uchun biz bu yani ishlatamiz. Ko'rayotganlaridek tutib o'ng tarafga surdik. Bu yerdagi son qancha cho'ng bo'lgan sari orliqdagi tog' bilan yeshilning orliqdagi farqmi shunchalik eshib mangdi. Yaqinlashtirdik. yoki bo'lmasa yiroqlashtirdik. Bu shaklda qo'yib olgandan keyin endi qaraydigan bo'lsak, suzib olamiz. Ustidan ostiga yoki ostidan ustiga suzib olamiz. Bu orqali yon tarafga kengaytib olamiz yoki suzib olamiz. Bu orqali ustiga ostiga suzib olamiz. Yuz quyitayli, buni o'xshash yuz quyitayli. Endi ostidagi buniga kelsak, bu ostiga ustiga osti keldik. Bu shaklni tanlagandan keyin xat texmo semiz holatda, texmo yo'g'on holatda ko'rindi. Uncha ketgandan keyin yon tarafdagisi yon holatda. Bu ikkisi bu xatda ishlamaydi. Shuning uchun biz xatimizni inglizcha qilib etgandan keyin xat yozish qurolimizni tanlab bu yerga yozaylik. ABC. ABC'ni yozgandan keyin biz buni tanlaymiz. Ko'rayotganlarda xatning cho'ng nusxasi tanlandi. Yan tarafdagini tanlasa, xatimizningki kichik nusxasi tanlandi. Masalan, bu cho'ng nusxasi, bu kichik nusxasi. Endi bular qanday ishlarga yaraydi degan vaqtda bu asosli tanlamalarni yozgan vaqtimizda ishga yaraydi. Masalan, ABC seni tanladik. Buni tanlagandan keyin ko'rayotganlardek AB bu C. Masalan, buningki ustida son 0 yozilgan holatda keldi. Bu shunda odatda bu tanlamalarni yozgan vaqtimizda bu qismlarni ishlatamiz. Rang tangshash ham moyadan bir rang tangshigil oldu, ham moyadan bir rang tangshigil oldu. Bu yerdagi rang tangshashni masalan buni oq rangga tangshaylik. Harakatlantirish qurolimiz orqali buni tutib eng ustiga evatgandan keyin buni tanlab etdik. Buni o'chirib etdik. ABC cho'ng holatda tanlandi yoki semiz holatda yoki yon holatda. Qalam qurolimizni tanlash orqali biz xohlagan shakllarni chizib olamiz. Masalan, bu hozir bizning chizgan shaklimiz. Bu shaklni chizgandan keyin biz kontrolni bosish orqali xohlagan holatda buni o'zgartirib olsak bo'ladi. Ko'rayotganlaridek xohlagan holatda nuqtalardan tutib o'zgartira olamiz. Bunun rang tangshashni ustidagi fill qismini bosimiz ochilgan ko'znakdan xohlagan rangni tangshab olsak bo'ldi. Masalan, yeshil, ko'k. Fill qismida yeshilni tanlab etgandan keyin stroke qismidan men bu rangni tanlayman. Ko'rayotganlaridek bu qism sirtqi qismi ko'k holatda tanlandi yoki sirtqi qismni oq holatda tanlab olsakmi bo'ladi. Yon tarafdagi 10px deganni xohlasak 100 qilsakmi bo'ldi yoki 1000 qilsakmi bo'ladi. Ko'rayotganlaridek bu sirtqi qismniki qalilligi yoki nefisligini tangshaydi. Qalam qurolimiz orqali xohlagan shakllarni, xohlagan yo'llarni chizib olamiz. Biz chizgan yoki har xil shakllarni bu qurolimiz orqali harakatlantirib olamiz. Masalan, tutib xohlagan shaklda harakatlantirib olsak bo'ladi. Endi keldik ostidagi hand tool. Ya'ni bu qo'l qurolimiz orqali biz nima ish qila olamiz? Bu qurolimiz orqali biz yo'g'intish yoki kichikiltish qurolimizni tanlab masalan, bu shaklda biz mushalarga ishlaydigan bir ish chiqdi. Biz buni cho'ngaytdik. Cho'ngaytgandan keyin masalan bu rasm o'ynab ketdi yoki o'ngga yoki so'lga ketdi. Bu vaqtda biz hand toolni bosamiz va xohlagan shaklda, ya'ni aslinki bu yerni ishlatmoqchi bo'lsak yoki bu yerga ishlamoqchi bo'lsak, bu yerga kelamiz. Rasmni tutib xohlagan yerga akilib shu yana mashg'ulotini qilish uchun bu qurolimizni ishlatamiz. Ostidagini so'zlab o'tamiz-mi bu belgi yo'g'intish va kichikiltish, ya'ni lopa aynakniki belgisi bo'lganligi uchun belgini chekib etgandan keyin
cho'ngaytib olaymiz yoki kichiklatib olaymiz. Bu shaklda. Yana mouse'imizning so'l taraf knopkasini bosish orqali yoki o'rtadagi yumaloqni bosish orqali cho'ngaytib, kichiklatib olsak bo'ldi. Tekrar Ctrl 0 ni bosish orqali ekranga kelib oldim. Biz Photoshop'ning ichidagi asosli ishlatilgan qurollarni va qismlarni o'rganib chiqdik. Hamda navbatda biz rasmiy holatda rasm loyihalashni o'rganamiz va loyihaga rasmimizga rang tanlashni o'rganamiz. Biz ishlamoqchi bo'lgan rasmni kelib oldik. Hamda yon tarafdagi qavatlar qismidan rasmimizni ko'paytirib olamiz. Ya'ni Ctrl G ni bosish orqali rasmni ko'paytirib oldik. Ostidagi rasmniki ko'zni yetayotgandan keyin rasmga rang tanlashdan avval biz rasmni keyindagi ko'rinish bilan oldingi ko'rinishni ayirishni o'rganib olaylik. Buning uchun biz avval ust tarafdagi Select'ni tanlaymiz. Ochilgan ko'znakdan ostidagi Subject'ni bosamiz. Yaqinlatish qurolimiz chekayotgandan keyin yaqinlatamiz va ortiqcha tanlanib ketgan qismlarni chiqarib o'tamiz. Buning uchun so'l tarafdagi qurollar qismidan tanlash qurolimizni tanlaymiz va bu yerdan elish belgisi bo'lgan qurolimizni tanlaymiz. Ortiqcha yerlarni bu shaklda chiqarib o'tamiz. Ctrl 0 ni bosgandan keyin asl holatga qaytib keldik va bu yerdan ustidagi Select and Mask deganni tanlaymiz. Bu qismdan Radius'ni 4, Smooth'ni 22 va Phasor-ni 1/4 qilayotgandan keyin eng ostidagi Shift Edges'ni -12 qilib olamiz. Ost tarafga tushgandan keyin Selection'ni bosamiz, ochilgan ko'znakdan New Layer with Layer Mask degan tanlaymiz. Undan keyin OK ni bosamiz. Biz tanlagan model keyingi ko'rinishdan ayrilib chiqdi. Unda bo'lsa biz keyingi ko'rinishni ishlatib boqaylik. Keyingi ko'rinishni ostidagi rasmni chekib o'tgandan keyin asl holatga keldi. Biz bu rasmni yana keyingi ko'rinishni texmo g'uva holatga keltiraylik. Buning uchun biz ust tarafdan filter va buning ichidan blur va Gaussian blur radius qismini 10 qilib o'taylik. Ko'rayotganlaridek go'zal bir ko'rinishga erishdik. Keyingi ko'rinishni yetayotgandan keyin biz buningga boshqa bir manzara qo'yib boqaylik. Ya'ni keyingi ko'rinishni tamoman almashtirib o'taylik. Keyingi ko'rinishga qo'ymoqchi bo'lgan rasmni kelgandan keyin ust tarafdan W ni bosish orqali bu rasmni cho'ngaytirib olaman. Endi qaraydigan bo'lsak, asli rasm bu rasmda biz bu rasmni maholatga kelib oldik. Rasmning keyin tarafdagi manzilni evatib, buning uni boshqa manzillarni va boshqa ko'rinishlarni qo'shishni o'rgandik. Endi navbatda biz bu rasmningki ko'zni yetib o'taylik. Ko'zni yetib o'tgandan keyin ostidagi rasmni ochaylik. Asli rasmning holatiga qaytdik. Bu rasmni tutib ustiga elib olaylik. Ustiga olgandan keyin buni taxtasidan Ctrl va mouse'imizning so'l taraf knopkasini bosib ikkalasini tanlab oldik. Va buni tutib ostidagi guruhlashtirish qismini tashlab oldik. Ikki rasm bir guruh holatiga keldi. Endi biz bu yerda rang tanlashni o'rganamiz. Rang tanlashda nurg'unlagan yo'l bor. Bu yo'llarni asta-asta o'rganib chiqamiz. Birinchisi, biz guruhni cheklaylik. Ikki rasmni Ctrl ni bosish orqali tanlab olgandan keyin buni Ctrl va J ni bosish orqali ko'paytirib olaylik. Ko'paytirib oldik. Ko'paytirib olgan rasmni, ya'ni ko'paytirib olgan ikki nusxa rasmni tutib ust tarafga, ya'ni guruhning ustiga ilib olaylik. Hamda guruhning ichidagi ikki parcha rasmni ko'zni yetib o'taylik. Guruhning ko'zni yetib o'tdik. Guruhni yetib o'tgandan keyin ikki parcha rasmimizni tanlab holatda mouse'imizning o'ng taraf knopkasini bosamiz. Ochilgan ko'znakdan buni Convert to Smart Object, ya'ni aqlli bir obyektga aylantirib olamiz.
ikki rasm birlashdi. Ikki rasm birlashgandan keyin biz buni Ctrl G'ni bosish orqali ko'paytirib olaylik. Endi biz rang tanishamiz. Va ham degandek rang tanishamiz. Bu rang tanishish uchun eng oddiy usullar orqali yo'limizni davomlashtiramiz. Buningdagi eng oddiy usul birinchisi rasmimizni tanlab etgandan keyin üst tarafdan image ya'ni rasmni bosamiz. Rasmni bosgandan keyin ost tarafda auto tune ya'ni konuk taxtasidan shift control L ni bossak bo'ldi. Auto tune'ni bosgandan keyin avtomatik holatda rangni tanishib berdi. Lekin avtomatik holatda tanishganlik uchun rasmimiz sovuq holatda tanishildi. Biz buni darsimizning keyingi qismlarida sovuq holatdan issiq holatga o'tkazishni va buningdagi ranglarni qanday tanishishni o'rganamiz. Birinchi qilib o'rganganimiz auto tune ya'ni avtomatik holatda rang tanishish bo'ldi. Endi buning ko'zini o'chirib o'tgandan keyin ostidagi asli rasmimizni tanlab Ctrl G'ni bosish orqali ko'paytirib olaylik. Ctrl G'ni bosib ko'paytirib oldik. Endi ikkinchi qadamda o'rganganimiz rasmimiz tanlovli holatda ya'ni image qismiga kelamiz. Image qismiga kelgandan keyin ost tarafdagi ya'ni auto tune qisminiki ostidagi auto contrast qismini bosamiz. Ya'ni konuk taxtasidan qisqa yo'l holatda Alt Shift Ctrl L ni bossak bo'ladi. Auto contrastni tanladik. Auto contrastni tanlagandan keyin ikki rasmninki farqini bu yerdan ko'rib olsanglar bo'ldi. Rang ustida bakchiq o'ynamadi, lekin ozroq holatda, ya'ni yorug'likni va qorong'ulikni ozroq aniqlashtirib berdi. Endi uchinchi qilib o'rganganimiz ya'ni image qismidan auto color ya'ni shift control B ni bosish orqali auto color avtomatik rang deganni tanlashni o'rganamiz. Hozir ko'rayotganlaringlardek bu tanlanmaydi. Biz tanlagan rasmning ko'zini yetib etganligimiz uchun bu tanlanmaydi. Hem biz bu rasmning ustiga buni tanlamaymiz, chunki buningda auto contrastni tanlab bo'lgandik. Yana ostidagi asli rasm keldik. Asli rasm tanlab Ctrl G ni bosgandan keyin ko'paytirib oldik. Rasmimiz tanlangan holatda ustidagi image qismiga kelamiz. Ko'rayotganlaringlardek hamda auto color qismi tanlandi. Auto color qismini tanlagandan keyin yana avtomatik rang holatini tanlagandan keyin buning rangi bilan bizningki eng beshida tanlagan rang tonininki rangi asos jihatdan o'xshash holatda tanishildi. Yana bu birinchi rasmdagidek unchalik sovuq holatda emas. Bu qadamda biz shunday qilib Photoshopning biz uchun tayyor qilgan bir knopka orqali avtomatik holatda rang tanishish, ya'ni rangga unum berish usulini o'rganib chiqdik. Hamdagi navbatda biz o'zimiz qo'l silib rang tanishishni o'rganamiz. Buning uchun biz ustidagi ya'ni qavatlar qismidagi bu tanishilgan ranglarni o'chirib o'taylik. Ko'zni o'chirib o'tgandan keyin ostidagi asli rasmni tanlaymiz va buni Ctrl G ni bosish orqali ko'paytirib olamiz. Ko'paytirib oldik. Endi ostga qaraydigan bo'lsak, ost tarafda adjustment. Buni biz yana boshqa nereden topa olamiz? Boshqa üst tarafdagi Window'ni bosgandan keyin ochilgan ko'znakdan ostidagi adjustmentni tanlasak, ko'rayotganlaringlardek qavatlar qisminingki üst tarafga adjustment layer keldi. Bu yerdagisi hammasi asosli rang tanishish qurollari. Biz bu yer orqali rang tanishib olsak bo'ldi va yoki buni bosish orqali bu yer orqali rang tanishib olsak bo'ladi. Bo'lsa biz bu adjustment qismidagi rang tanishish qurollari bilan tanishib chiqaylik. Birinchisi yorug'lik tanishish, ya'ni brightness contrast. Biz bu orqali yorug'likni tanishib olamiz. Rasmimiz tanlangan holatda buni brightness contrastni bosdik. Ochilgan ko'znakdan ustidagi brightness, ostidagi contrast. Yorug'lik qismini o'ng tarafga surgan vaqtimizda, ya'ni bu yerdagi sonlar qancha yuqorilgan sari buningki yorug'ligi shunchalik yuqorilaydi. Sol tarafga surgan vaqtimizda buningki yorug'ligi tamoman yo'qaydi, ya'ni qorong'u holatga qarab mavdu. Buni asli holatga kelib olaylik. Asli holatga keldik. Buni o'ng tarafga ozroq suraylik. Masalan, 17 qilib oldik. Contrast qismini yana o'xshashla o'ng tarafga surgan vaqtimizda buningki qorong'u yerlar
nihoyatda aniq holatda va yo'riq bo'lgan yerlarmi nihoyatda aniq bo'lgan holatda o'tirg'i chiqadi. Ammo so'l tarafga surgan vaqtimizda ya'ni o'zininki asli holatini yo'qotgan holatda rangsiz holatga qarab mavdu. Biz buni o'ng tarafga suraylik, ya'ni 35 qilib olaylik. Brightnessni 5 qilib olaylik. Contrast 35, brightness 5 bo'ldi. Asli rasm bilan hozirgi rasmningki farqi. Endi buni etaylik. Buning ko'zni etibdi. Rasmni tanlab o'tgandan keyin ikkinchi o'qigan narsamiz levels, ya'ni rangninki darajasini o'rganamiz. Levelsni bosgandan keyin biz bu yerdan yana bayamga o'xshash buni tutib bu tarafga surgan vaqtimizda, ya'ni o'ng tarafga surgan vaqtimizda ranglar ro'shan holatda jonlanishga boshlaydi. Oqni tutib so'l tarafga surgan vaqtimizda ya'ni bayamga o'xshash yo'riq qismi qarab mangduq degan gap. Hatto buni qancha yo'riqdan siri rasm buzilib ham shuncha parlaydi. O'tirdiki bu kul rangni tutib o'ng tarafga sursak ranglar texmi jonlandi, lekin qorong'u yerlar nihoyatda buzilib ketadi. So'l tarafga sursak bayamga o'xshash rang yanala oqirib buzilib ketadi. Buni bu shaklda tangshaylik. Endi qaraydigan bo'lsak, asldagi rasm bu, hozirgi rasm bu. Buni aytayotgandan keyin buningmi o'zini aytaylik. Rasmni tanlab o'tgandan keyin endi curves qismiga keldik. Egri siziq orqali biz rasmninki yo'riqligini tanishamiz. Curvesni bosdik, ichilgan ko'znakda ustidan ostiga yanchi bir siziqni ko'ramiz. Bu siziq orqali biz yo'riqlikni tanishamiz. Mousemizning so'l taraf knopkasini bosish orqali buni ozroq ustiga suramiz. Ustiga surgan sari buningga o'xshashlar yo'riq parlab rasm buzilib ketdi. Va buni o'xshashlar ostiga surgan sari rasm yana qarodab, yana rasmninki sifati buzilib ketdi. Buning uchun biz buni ozroq ostiga suramiz va bu qismni ozroq ustiga chiqargandan keyin bu qismni ustiga chiqardik. Ost tarafdagi bu qismni ozroq o'ngga ilib olamiz. Bu yerda o'yindigan yana bir narsa nurg'unlagan bolalar mendan so'radi, ba'zi muzikalar yoki ba'zi rasmlarga qo'shiladigan bir unum bor. Shu unum qanday hosillanadi yoki qanday shaklda bo'ldi deb. Bu bo'lsa hozir biz tutgan mushu, ya'ni ustiga sirg'an vaqtimizda mushta bir manzara chiqadi. Bu holat nurg'unlagan rasmlarda va yoki nurg'unlagan muzikalik videolarda ko'pincha hollarda qo'llandi. Control Z'ni bosib yeniga bir qadam yondim. Asli rasm, hozirgi rasm. Farq bu. Buni aytib, buningmi ko'zni aytib. Exposure qismi nihoyatda yaxshi o'rganishga tegishli bir qism. U bo'lsa faqat rasmdagi, yana biz ishlamoqchi bo'lgan rasmdagi parlab ketgan yerlarni normal holatga keltirish uchun exposure qismini ishlatamiz. Masalan, exposure qismini o'ngga surgan vaqtimizda nihoyatda parlab ketdi. So'l tarafga surgandan keyin buning parlaqligi yo'qaydi. Office qismi orqali kino filmga bergan ba'zi unumlarni belgiladi. Masalan, buningga o'xshash. Gama qismi so'l tarafga surgan vaqtimizda parlaydi, o'ng tarafga surgan vaqtimizda parlaqlik tushadi. Buni aytdim. Yana bu adjustment qismida so'zlamoqchi bo'lgan narsa rang tangshash. Rang tangshash bayamga o'xshash avtomatik holatda bo'ldi va bu adjustment layer qismidan bularni birisi bilan moslashtirgan holatda tangshash bilan go'zal bir rasmning rangini qo'lga keltirib olamiz. Oxirdagi rang tangshaydiganimiz bo'lsa vibrance qismi. Vibrance'ni tanladik. Buni ostiga olaylik. Vibrance'ni tanladik. Vibrance'ni tanlagandan keyin o'ng tarafga surib 40 qilib olaylik. Saturation qismini 26 qilib olaylik. Ko'rayotganinglardek eng go'zal rang tangshash, ya'ni vibrance qismi orqali bo'ldi. Vibrance qismi har vaqt rasmning rangini eng yaxshi tangshab turadi. Buni o'chirib o'tdim. Endi bizning qilgan ishimiz ost tarafga keldik. Ostidagi asli rasmningki ko'zni yetib o'tgandan keyin bu rasmdagi, ya'ni bizningki modelningki rangini o'sha holatda, rangli holatda saqlab qolib, keyin tarafni rangsiz holatda qilaylik. Buning uchun biz vibrance'ni Ctrl J'ni bosish orqali ko'paytirib olamiz. Ko'paytirib olgandan keyin ko'paytirilgan qismni olamiz, guruhning ichiga tashlaymiz. Hamda guruhning ko'zini ochib o'tgandan keyin ustidagi bu uchinchi ko'zni yetib o'taylik. Guruhni ochdik, bu ikkisining ko'zini ochib o'tdik.
Vibrance qismi bu yerga kelganlik uchun bu ikki rasmning bu rangi ustidagi o'xshash tansh keldi. Endi biz bayam degandek keyin tarafning rangni rangsiz holatda, oldidagini rangli holatda saqlab qolaylik. Ostidagi rasmni tanlaymiz. Ostidagi rasmni tanlab Ctrl J ni bosish orqali ko'paytirib oldik. Ostidagining ko'zini yetib o'tgandan keyin ostidagi adjustment qismidan black and white ni tanlaymiz. Buni yetib o'taylik. Ko'rayotganinglardek bizning keyingi ko'rinishimiz rangsiz, oldidagi modelimizningki rangli holatda tanishdik. Endi biz e'lon tashviqot varaqlarini loyilashni o'rganaylik. Bunun ichida mayli Facebook, Instagram, Twitter bo'lsin, sosyal medialarda tarqat qilingan tashviqot varaqchilarini yasashni o'rganamiz. Buning uchun avval fayl qismiga kelaylik. Fayl qismidan new dedik. Yan tarafga 1080 ostiga 1920. Instagramdagi hikoya qismi 1080 dan 1920. Biz buni tanladik. Bu şekilde geldi. Ctrl 0 bosish orqali cho'ngaytirib oldik. Instagram sahifasiningki hikoya qismiga qo'yilgan loyiha yasaylik. Ctrl J ni bosish orqali taglikni ko'paytirib oldik. Ostidagi taglikniki ko'zni yetib o'tgandan keyin ostidagi cho'ngaytirish qurolimizni tanlab o'tgandan keyin buni ozroq kichiklik olamiz. Ostidagi kichikni bosgandan keyin ochilgan ko'znakdan rectangle toolni bosamiz. Ust tarafdagi fillni bosamiz. Ochilgan ko'znakdan rangni tanlab olamiz. Rangni tanlab oldik. Hamda yan tarafdagi stroke, ya'ni atrofniki rangni yo'q qilib o'tamiz. Mousemizning sol taraf knopkasini bosish orqali sizib olamiz. Sariq rang holatda biz shaklni sizib bo'ldik. Hamda ost tarafga yana bir shakl chizaylik. Sizib oldik. Buningki ust tarafdan rangni tanlab qora qilib oldik. Harakatlantirish qurolini bosib o'tgandan keyin buni ust tarafga olib olamiz. Ctrl T ni bosish orqali tanlab halqini bosib o'tgandan keyin buni ozroq yan holatga kelib olaylik. Bu shakldagi yan holatga kelib oldik. Endi buni ozroq ustiga chiqaylik. Buni ustiga chiqib bo'lgandan keyin to'g'ri belgisini chekitimiz ochilgan ko'znakdagi yesni tanlaymiz. Ost tarafdagi sariq rangli shaklni tanlagandan keyin buni rangni ozroq tanishaylik. Bu holatda bo'lsin. Endi biz buni stop üst tarafga siraymiz. Ctrl T ni bosamiz va buni mos holatda yanch qilib olamiz. Üst tarafga siraymiz. Üst tarafga sirgandan keyin halqa belgisini chekib o'tib, buni cho'ngaytirib olamiz. Tekrar üst tarafga siraymiz. Endi biz kesish qurolimizni tanlaymiz. Kesish qurolimizni tanlagandan keyin bu shaklda kesib olamiz. Ostidagi sariq rangli shaklni tanlab, ochilgan ko'znakdan rasterize layer deganni tanlaymiz. Undan keyin yuvish knopkasini chekib o'tgandan keyin yuvildi. Ustidagisini chekib, mousening o'ng taraf knopkasini chekamiz. O'xshashlar rasterize layerni bosamiz va yuvish knopkasi bilan yuvib o'tamiz. Endi biz bu yerga rasm eklaylik. Rasm eklash uchun biz bayonqi ishlagan rasmimizni eklaylik. Bu yerga kelgandan keyin ustidagi vibransiyani chekib o'tamiz va knopkasini shift ostidagi rasmni tanlaymiz. 4 rasm tanlandi. Biz bu 4 rasmni tutib ikkinchi ko'znakka tashlaymiz. Ikkinchi ko'znakka tashlab bo'lgandan keyin Ctrl T ni bosamiz va buni bu yerga mos holatda ekilib olamiz. Ozroq kichiklatib olaylik. Bu holatda bo'ldi. Endi biz buni 4 rasmni tutib ost tarafga qo'yib olaylik. Ostga kelgandan keyin kesish qurolimiz bilan bu yerni tekrar kesib olamiz. Shaklni tanladik.
va ast tarafdagi rasmni tanlab etgandan keyin mousemizning o'ng tarafini bosimiz, ochilgan ko'znakdan xatni tanlaymiz. Astidagi rasmni yuvib o'tamiz. Bu şekilde resim tanlandı. Endi buni texmi güzel bir şekilde kelish uchun biz o'tkash qurolimizni tanlaymiz va ustidagi qari shaklimizni tanlaymiz. Shaklni tanlab bo'lgandan keyin Ctrl T ni bosamiz. Ctrl T ni bosdik. Bu yerdan W qismini 95 qilib oldik. 95 qilib bo'lgandan keyin doğru belgisini çekip ettik ve bu yerden qaraydigan bo'lsak, yaqinlashtirish qurolimiz bilan yaqinlashtirayli. Bu kesilgan qara shakl bu rasmning ustiga chiqdi. Endi biz buni harakatlantirish qurolimizni besish orqali tanlab past tarafga tushirib olamiz. Bu shaklda tushirib oldik. Alsak yana Ctrl T ni besish orqali buni yana ozroq cho'ngaytirib olsak bo'ldi. Cho'ngaytirib oldik. Tanladım, past tarafga tushirib bu yerni moslashtirib oldim. O'ng tarafga surdim. O'ng tarafga surgandan keyin yana moslashtirish uchun pastga tushirib mayani moslashtirib oldim. Ctrl 0 ni bosib S6 ga kelib oldim. Buni kirgizib o'taylik. Endi biz bununla yana bir narsa ishlaylik. Bunun için biz astidagi shakl qurolimizni tanladik va bu yerdagi fill qismini rangni o'chirib etgandan keyin yandagi stroke ya'ni chevre qismininki rangini tanlaymiz. Bunun rangini biz bu şekilde tanlaylik. Rangini bu şekilde tanlab bo'lgandan keyin bu yerga sızıp oldu. Bunu 12 qilib o'taylik. 12 qilib o'tgandan keyin o'tkash qurolimizni tanladik. Shaklimizni sızıp oldik. Nihoyat güzel holatda. Endi biz buniki bu rasmga kirib olgan bu qismni chiqarib o'taylik. Buning uchun biz yana ham mousening o'ng tarafini qism bosimiz, ochilgan ko'znakdan Resize layer'ni bosimiz. Yaqinlashtirish qurolimiz orqali yaqinlashtirib olaylik. Ustidagi kesish qurolimizni tanladik va bu yerdan bu yergacha kesib etdik. Ctrl T ni bosdik, asli holatga keldik. Bu yerlarga xat yozamiz. Buning uchun biz xat yozish qurolimizni tanladik. Boshliqni bosib o'tgandan keyin avval biz bu yerga uyg'urcha xat yozaylik. Uyg'urcha xat yozib bo'lgandan keyin inglizcha xat yozamiz. Xat rangini ust tarafdan tanishib olamiz. Avval men qora rangni tanladim. OK'ni bosib o'tdim. Xatimiz bu shaklda keldi. Ben bu yerga Instagram yozdim. Ustidagi to'g'ri belgisini chekib etdim. Harakatlantirish qurolini chekkandan keyin bu xatni chekib, Ctrl T ni bosish orqali buni yo'g'intib olaman. Xatni yo'g'intib oldim, ammo bu xat nusxasi menga yaramadi. Buning uchun men xat nusxasini almashtiraman. Üst tarafga keldik, xat nusxasi tanlash kelgandan keyin ostidan uyg'urcha xat nusxasini tanlaymiz. Masalan, bu xatni tanladim. Bu güzel. Xatni tutib bu yerga ekilib olgandan keyin üst tarafdan Window ve bu yerden Character'ni tanlab bo'lgandan keyin bu qismdan 220 bo'lib ketdi. Men buni 200 qilay. Yan tarafga kirgizayotgandan keyin xatni tutib bu yerga chiqib oldim. Xatning bu qismlarining oraliqi bek cho'ngayib ketdi. Buning uchun men yana Window keldim. Character'ni bosgandan keyin buni 150 qilib oldim. Kirgizayotgandan keyin xatni tutib o'tir qismi kelib qoldi. Endi biz bu yerga yana qayta xat yozish qurolimizni tanlayotgandan keyin past tarafga hikoya yozib, ust tarafdagi to'g'ri belgisini chekib o'tamiz.
Strap'ten window va buning ichidagi karakterni tanlaymiz. Go'zallik buning uchun bek cho'ngib ketganligidan biz buni 100 qilib yutaylik. 100 qilib normal holatga keldi. Endi biz buni yerlashtirib olaylik. Buning uchun biz yo'tkash qurolimizni tanlayotgandan keyin xatni tanladik va buni bu yerga qo'yib oldik. Yana biz xat yozish qurolimizni tanlayotgandan keyin bu boshqa keldik. Bu yerga xat yozaylik. Masalan, Instagram sahifasiga action ustidagi to'g'ri belgisini chekib o'tdik. Yo'tkash qurolimizni tanlab olgandan keyin buni bu yerga akilib oldik. Ctrl T ni bosdik. Ozroq kichiklatib olamiz. Xatni tutib mas nuqtaga akilib olgandan keyin ko'rayotganingizda go'zal bir ko'rinish chiqdi. Endi biz ostiga Instagram sahifasidagi adresni yozaylik. Buning uchun biz yana xat yozish qurolimizni tanlayotgandan keyin ostiga keldik. İngilizce tanlayotgandan keyin bu yerga Instagram sahifasidagi ismini yozaylik. Boshqa qo'yayotgandan keyin bu shaklda yozib oldim. Strap'dan to'g'ri belgisini chekib o'tgandan keyin window va buning ichidan character keldim. Buni tanlab o'tgandan keyin bu yerdagi cho'ng aytishni bosaman. Buni bosgandan keyin darsimizning oldingi qismlarida so'zlagandek kichik harflar hammasi cho'ng holatga keldi. Endi ust tarafdagi to'g'ri belgisini chekib o'tamiz va buni 60 dan 40 ga tushirib o'taylik. Yo'tkash qurolimizni bosgandan keyin xatimizni tutib, buni mas nuqtaga kelamiz. Buni kirgizaylik. Ko'rayotganinglardek nayt güzel bir Instagram hikoyasi yasab oldik. Shuningga o'xshash har xil turdagi sotsial media hisoblariga o'zinglar xohlagan shakldagi shunday loyihalarni o'tirg'ib chiqa olasizlar. Buni qildiganligingizga ishonaman. Endi eng oxirgi darsimiz rasm loyihalash. Bu darsimizda biz har xil rasmlarni bir yerga akilish bilan bir butun rasm loyihalashni o'rganamiz. Buning uchun men ustidan faylni chekdim, ochilgan ko'znak new va bu yerdan yangi bir mashg'ulot ko'znagi ochaman. Buni tanlab o'tgandan keyin create ni bosdim. Yangi bir mashg'ulot ko'znagi ochildi. Endi men rasmni bu yerga akilib olay. Rasmni akilib oldim. Bu yerdan W ni chekish orqali rasmni cho'ngaytirib olaman. İkinci parça resimni akib oldim. Endi men buni ust tarafdagi to'g'ri belgisini chekib o'tgandan keyin menga lozimlik bo'lgan, ya'ni bu menga lozimli. Mushuni butun rasmdan ichidan ayirib chiqib olaman. Buning uchun men ostidagi bu ikkisini ko'zni yetib o'tgandan keyin ust tarafdan select va subjectni tanlayman. Ko'rganinglardek bu shaklda tanlandi. Endi men buni tanlash qurolim orqali ayrim holatda kopyalab chiqarib oldim. Astidagi bu qismni yuvibman. Bu shakl bo'ldi. Endi ostidagi bu rasmni ochayotgandan keyin ustidagi rasmni bosib o'tgandan keyin Ctrl T ni bosib bu rasmni kichiklatib olaman. Ctrl T ni bosdim va buni boxni Shift ni bosish orqali buni ozroq ochib olaman. Bu shaklda ochib oldim. Yana bir rasmni akilib oldim. Buni to'g'ri belgisini chekib o'tgandan keyin men faqat ostidagi bu chamadonni chiqarib olmoqchi. Buning uchun men ostidagi ikki rasmning ko'zini yetib o'tgandan keyin ustidagi bu kesish qurolimni tanlayman va bu yerdan cho'ngaytirib olgandan keyin
Tekrar kesiş kuralımını tanlab kesishga boshlayman. Bu şekilde kesip aldığım mouse'un o tarafını kısmı basmaya çalışan gözlükten kopya alıyorum. Astadaki resimni yuvatdim. Ctrl 0 arqali asli holatga kelib oldim. Astadagi ishki rasmni tanlayotgandan keyin ustidagi rasmni tanlab Ctrl T ni bosib olaman va bu yerdan kichiklataman. O'tkash qurolimni tanlayotgandan keyin endi men bu yerga yana bir rasm eklemoqchi. Rasmni ekib olgandan keyin ustidagi to'g'ri belgisini chekib o'tdim. Ben bu yerda bu ikki qizchaqning rasmini kesib chiqarib olaman. Buning uchun ostidagi 3 rasmning ko'zini yetib o'tdim. Ustidan select va subject tanladim. Avtomatik holatda tanlandi. Endi men buni yaqinlashtirib olaman. Yaqinlashtirgandan keyin ustidan tanlash qurolini bosib o'tgandan keyin buni bosib pastga tushib bu yerlarni tanlanmagan qismlarni boshqadan tanlab olaman. Oldu Ctrl menü bosish orqali asli holatga kelib olamiz va select and mask deganni tanlaymiz. Bu şekilde oldu. Endi biz bu yerdan bu qurolimizni tanlab yaqinlashtirib olgandan keyin bu yerlarni sezib chiqaylik.
tanlab bo'lgandan keyin radius qismini 19, sinus qismini 35, Shift Edge ni minus boshqarayotgandan keyin ostidagi selection'ni tanlaymiz va bu yerdan New Layer, With Layer Mask deganni tanlab OK qilamiz. Control N'ni bosdik. Bu holatda tanlab oldik. Endi ostidagi rasmni tanlab o'chirib va ostidagi 3 parcha rasmni tanlab olamiz. Ko'rayotganingizdek bu shaklda keldi. Ustidagi rasmni tanlab Ctrl T'ni bosamiz va bu yerdan kichikroq olamiz. Bu shaklda bo'ldi. Ostidagi rasmni tanlab, ya'ni chamadonni tanlab Ctrl T'ni bosgandan keyin buni ozroq cho'ngaytirib olaylik. Bu shaklga kelib oldik. Endi biz yana bir parcha rasmni eklab oldik. Bu chiroq. Chiroqning rasmini eklab olgandan keyin bu yerni tutib kichikroq olamiz. Bu şekilde eklab oldik. Endi Ctrl N'ni bosib aslanib ketamiz. Ctrl N'ni bosdik, yana ozroq kichik o'raydi. Endi ekladiğimiz delfin buni kichik o'raydi. Ctrl T'ni bosdik va bu yerdan buni bu shaklda bu tarafga oldik. Ozroq yo'g'intib olgandan keyin buni yo'g'intib bu shaklga kelib oldik. Endi biz bu delfinni qo'yib qo'ygan shaklda bu atroflarni chiqarib o'taydi. Buning uchun biz yana select qildik, subject tanlaymiz. Yandagi tanlash qurolimizni tanlayotgandan keyin bu yerdan sonungi tushgan ko'rinishni buni tanlaymiz. Şu tarafdan select and mask'ni tanlayotgandan keyin radius va sinus bezak qismini contrast bu yerdan cho'ngaytirib olgandan keyin
Bu şekilde tanlap aldık. Şimdi astridagi selection ve bunu tanlaymiz. OK qilyapmiz. Aslında tanlayotgandan keyin harakatlantirish qurolimizni tanlaymiz va buni ust tarafga, ozroq ust tarafga olib olamiz. Eng oxirgi qatim akilganimiz kitob, ya'ni koni kitoblarni akilib oldik, ustidagi to'g'ri belgisini chekayotgandan keyin ust tarafdan select va buni ichidagi subjectni tanlaymiz. Tanlandi, buni tanlash qurolimizni bosayotgandan keyin kopyalab olamiz va ostidagini o'chirib o'tamiz. Harakatlantirish qurolimizni chekayotgandan keyin buni tanlab Ctrl tini bosish orqali kichiklatib olamiz. Buni bu şekilde yerga yerleştirib olamiz. To'g'ri belgisini chekayotgandan keyin buni past tarafga, ya'ni chamadonning keyiniga kelib oldik. Buni ozroq cho'ngaytirib olaylik. Bu şekilde cho'ngaytirib oldik va bu şekilde ekilib oldik. Delfinni ozroq sol tarafga surib oldik. Endi bu yerdagi bu qismni chiqarib o'taylik. Bu ko'zni chekayotgandan keyin tanlash qurolimizni bosib o'tib, bu qismni tanlaymiz va yuvib o'tamiz. Bu şekilde bo'ldi. Endi biz bu rasmni inchiklik bilan ishlab chiqaylik. Avval ostidagi bundan boshlaylik. Rasm tanlayotgandan keyin ostidagi add layer mask deganni tanlaymiz. Ko'znakni bosayotgandan keyin yaqinlashtirib olamiz va bo'yash qalamimizni tanlayotgandan keyin o'ng tarafni bosib kichiklatamiz. Bu yerdagi qismlarni chiqarib o'tamiz. Uzunlaşış kesilme paralelini bu şekilde kesip çıkarıp o'tamiz. Ctrl menini bosgandan keyin mouse'imizni o'ng tarafini bosib buni cho'ngaytirib olamiz. Ustidagi bu qismlarni tanishib olamiz. Flow qismini 40 qilib oldik. Opacity qismini 30 qilib oldik. Bu şekilde bo'ldi. Endi harakatlantirish qurolini bosayotgandan keyin ustidagilarni o'chirib o'tib chamadon bog' qismini yasaylik. Bu yerda new layer deganni bosdik
Bu yerden bu yaş kalımımızı doldururuz. Bu yaş kalımımızı doldurgandan keyin yakınlaştırıp alırız. Ve bu yaş kalımımızı doldurup darken doldurib etgandan keyin buni replay olgandan keyin stiker resimlerini ko'zdan kechirib o'tdim. Create new layer'ni tanlagandan keyin yaqinlashtirib oldik va bu yerdan yaş qilimizni tanlash orqali bundan keyin qilinadigan mashg'ulotlar ham oson ham osti bo'lganligi uchun
Tekrar so'zlashimniki hojati yo'q deb o'ylayman, chunki biz asosli mashg'ulot qilinadigan qismlarning hammasini o'rganib bo'ldik. Darsni yoqtirib olganliklaringiz uchun rahmat. Bundan keyingi qismlarni qadam-qadam ko'rib o'rganib olsanglar bo'ldi.
Şunu bilan eng oxirida qilib rangni tanishib olgandan keyin biz erishgan unum bu shaklda bo'ldi. Rasm loyihalashdagi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Darsni yoqtirib olganligingiz uchun yana bir qatim rahmat. Bu darsning sizlar uchun foydali bir ilm bo'lishini umid qilaman. Unda bo'lsa, omon bo'linglar, ketdik.